Har bitta studentning telefonda bo'lishi kerak bo'lgan ilovalar. Student bo'lish shart emas, lekin study qiladigan odamlarning telefonda bo'lishi kerak bo'lgan ilovalar. Birinchisi ChatGPT. Men buni o'qishda juda ham ko'p ishlataman va bundan вообще uyalmayman. Sorry not sorry. Ikkinchisi Ibrat. Bu prilojeniyada sizlar har xil tillarni o'rgansanglar bo'ladi. Bu Duolingoning million marta yaxshilangan varianti, chunki bu yerda video darslar ham bor, testlar ham bor, sizlarga konspekt ham qilib qo'yilgan. Dalish mutolaa. Bu yerda sizlar har xil kitoblarni onlayn va audio formatda o'qishingiz mumkin. Bu yerda qog'oz formatda topilmaydigan kitoblarning ham PDF variantlari bor, вообще прям sizlarni hamma sessiyalarda qutqarib qoladigan prilojeniya bu Quizlet. Agar sizlar qaysidir mavzuni qisqa vaqtda yodlamoqchi bo'lsangiz, shu Quizletda o'zingizga flash kart yasaysizlar-da, shularni yodlaysizlar va 2-3 soat ichida sizlar butun materialni yodlab olasizlar. Men bu prilojeniyani уже 3-yil ishlatyapman. 1 yil universitetda va 2 yil litseyda ishlatganman. Prям вообще zo'r narsa. Dalish Canva. It's my unpopular opinion, lekin Canva PowerPointdan million martalab yaxshi. Bu yerda har xil prezentatsiya, post, любой narsa yasasanglar bo'ladi. Bye.